Rumiye diyor. Rumiye. Şeyde yolqum kamni mishadaydi, bir kirib ziyorat qilib chiqimdik. Voynimdan yaxshi Rashkat. kirib chiqilayansa. Asa qilayman-a? Uzun o'tgan ko'migini. Voy yolqum ka qanaqangiz yaxshimi? Voy, Qadara xonim yaxshi bo'ldi. Yaxshi, tinchlikmi? Yaxshi. Yaxshi. Lekin şeyde. Xudo gap qiladi. Voy sizni mishada tamoq kelibdi deb anglab, Ha. shuni bir siz bilan paranglashib ko'rishga ziyorat qilib chiqaylik dedik. Yaxshi. Men hech kim demaydigan deb gapida, ha? Anglab qoldik. 哥，你入行这么久，可以简单的讲述一下你在搜食过程中得到的一些荣誉吗？ Rumiye diyor. Rumiye. Bugün şu neçe vaktim benim de pek yo'qolib ketdingiz. Şu ko'rganlarimizni sizni bu yolqinqam nima yo'qolib ketgandi. Burun itotlarni shunda o'ynab sanlarda qizitib hamma jahonni kuldirib yurgan bu timda solib ketdi. Nega yo'qolib ketgandi deb sizdan endish qilib qopti. Shuningga bir o'zingizning bir san'at hayotingizdan, shu nimishqa yo'qolib ketganingizdan bir qisqa qilib bir so'zlab boqamsiz, anglab boqinglar. Köylep turib suvmen nega yo'qolib ketganimda. Ekranga chiqmanaga yo'qolib ketganimda. Yo'qolib ketdingiz. Partiyaning qo'yinda bor, men ishlab o'taman. Ha. Bu shahrimizda bor, uyda bor, idorada bor. Bu cho'qim men bor deb turishimiz kerakmi? Umuman to'g'ri hamda xalqnimi, hali meni o'zi ko'rib kuldigan to'q. Endi u ishlar to'xtab qolgan ekan, xalqimiz rost endi qalbida yaxshi ko'rgan ekan, tas yo'qolib ketdi deb gaplar bo'ladi endi. To'g'ri. Bizni yo'qolib ketganimiz yo'q, yo'qolib ketmadik. Lekin biz endi YouTube degan bir nechadan birlashib o'tib keltirgan narsa emasmi? Uni yolg'iz silsak medal qo'yib qoldi ekan. To'g'ri. Shunlashqa hammamizningki har joyda har turli xizmatimiz bo'lib qoldi. Masalan, Abdukrimlar Paysak bo'lar, kino ishlari bilan aldirash. Uning bir vaqt yo'q. Men bo'lsam mayada idorada xizmatim bo'lgandan keyin u yerda xizmat o'tsin chiqmasam bo'lmaydi. Shuni o'ylaymiz, birlik kelinmidik. Ammo yezilib etotlar jiq. Alloh qilishtirib Abdukrimlar jiq. Menda bir xil mazmunli etotlar bor. Endi ularni endi bir yerga kelib tayyorlab sunili desak, hozir vaqt yo'q. Endi sahnani topmoq tez. Uni atayin ishlab, vaqt chiqarib, do'yin degan narsaga chiqarsak, u tazarqimiz chiqmaydi. O do'yinni siz bilasiz endi. Do'yinda bir dazafi bo'lib ketdi bu do'yinning ishi. Shunda qarasalar 10 mazmun bo'lsa 8 Aşında mezmun. İkisinde kardeş güdürümüzün şıma halkımız. Aşında mezmunluğu yama amrak. Hazır siz naiti aktif birgelik, mezmunluk, yaxşı paydalar gittin. Tüt cümle kılan. Men bir sarağını kılıkını kılay. Aşırı hak görüp baksın. Bana netçi man jürek düşüdü. Sizin bir jürek düşmeydi. To'g'ri. Sizin görüşünüz naiti tüven. Benim görüşüm o gidiyordu. Demek bizdeki ideya shunday bo'lgan ekan, unda amal yo'q. Shunga bizning do'yin qimmatda üzerinde o'tirib aytishimiz kerakda bir kelima qo'shiq topam deman. Yoki bir jumla bir so'z topam deman. Harakatlar. Unda qilib qo'yma. Ashqaq yo'qolib ketdi deymisin deb. Ammo kendalik anda o'ylanib do'yinga toza chiqib ketmadi. Endi shu baytdan dedik, shu sal yosh bo'lib qoldi emasmi? To'g'ri. Endi xizmat bo'lsa ig'irab. Shu sabab endi tabash bilan to'liq yuz ko'rishmay qoldik. Bu savallik bizda, ammo bizning davomli kurashimiz bor, texnik kuligimiz bor, chinjurkimizdan. Endi bu sabablar tufaylidan shu barliq ko'rmanlardan bizni yo'qolib ketdi deb biz uchun Sizimiz ko'rib bo'lgan xalqimizdan kechirim so'rayman. Unda qilimiz yo'q deb shunda bo'lib qoldik, bilmayman. Yolqinqa siz atish qaysidan azat? Men At shaharlik Naqshsul Umigi degan bir idora. Shu yerda.